Kelishingizdan oldin nima kasalligingiz bor uchun kelgan edingiz? Kelishimdan maqsad menda ko'pincha grija bezovta qilar edi. Grija kasalligingiz Grija bor edi. kasalligim bor edi. Umurtqadami? Umurtqa pog'onamda Hop. grija bezovta qilar edi. Og'riqlar bo'lar edi oyog'imda. Oyoqqa ham og'riq Oyoqqa berardi. berardi ko'proq. Hop. Ko'p yurolmasdim. Ko'p yursam, ko'p o'tirsam o'tirolmasdim. Aha. Kechqurun uxlagan paytim men bir tarafga ulamay yotolmasdim. Og'riq berardi. Mana shu ko'rsatuvni ko'rib, xursand bo'lib, intervyudan ko'rib, xursand bo'lib murojaat qilib keldim. Mana Allohga shukr. O'sha men 13-kursda men o'sha ancha 100% sog'lomman desam ham bo'ladi. Ancha bezovta qilmayaptimi? Beli og'rimayaptimi? Yo'q. Oyoqlarchi? Oyoqlarim og'riga yo'q. Yaxshi. Bemalol hozir sakrab. Yugurib ham kelaman. Yugurib ham kelasiz. Yugurib ham kelaman. Odam dori darmonsiz sog'ayar ekanmi? Bu sog'ayar ekan. Ishonsak bo'lar. U asosiy men har bitta darsingizda menda ko'proq qiziqish paydo bo'ldi. O'sha hamma narsa odamni o'ziga bog'liq ekan. Ruhan qancha bilmagan narsalarim o'rgandim. Ne только sog'lig'im uchun, balkim men oilam uchun, farzandlarim uchun ham, kelajakda tarbiyasi uchun ham juda ko'p narsani kerak bo'lsa 200% oldim desam ham adashmayman. Bu narsani men bilasizmi, ancha vaqtgacha eslab umrimning oxirigacha har bitta berayotgan anaqa nima deydi, darslaringizdan men har bittasidan umrimning oxirigacha saboq oldim desam ham adashmayman. Rahmat. To'lagan pulingizga rozimisiz? Va mendan men roziman. Ahmadjon Hasanov dori darmonsiz odamlarga sog'ayasiz deb odamlarni aldamas ekanman. Yo'q, kelsa bo'lar ekan, aldamas ekansiz. Mana qancha kursdoshlaringiz natijani aytishmayapti. Ulardagi natijalarni ko'ryapsiz. Ko'ryapman, yaxshi. Siz ham hamisha mana shu xalqingizni, mana shu bemorlarni hammasini baxtiga doim sog' bo'ling. Har doim shunaqa quvnab, har doim mana shunaqa xushchaqchaq bo'lib yuring. Siz ham oilangiz baxtiga doim sog' bo'ling. Rahmat.